boqiy shaharlarni Feniks qushiga o'xshatgan bo'lardim. Ular o'sha qush misoli yonadi, yuksaladi, kul bo'ladi va aynan mana shu kuldan keyin yangi qush paydo bo'ladi. Mana misol uchun Aleksandr Makedonskiyni mintaqamizga qilgan yurishlarini biz maktab davrlaridan o'rganamiz. Mana shu yurishlar chog'ida biz bugun Samarqand nomi ostida biladigan Maroqanda shahri tamoman vayron etiladi. Lekin Maroqanda yo'q bo'lib ketmadi. Ya'ni uning o'rnida yangi shahar taraqqiy eta boshladi va u yerda ham o'ziga xos endi yangicha yuksalish davri boshlandi. Misol uchun Buxoro shahri ham qanday og'ir suvronli davrlarni boshidan kechirdi. O'z davrida demak arab istilolari, o'z davrida mo'g'ul istilolari. Lekin bugun bu O'zbekistonning eng demak qadrli bo'lgan kentlaridan biri. Mana misol uchun yaqinda bo'lib o'tgan Buxorodagi Binalini olsak, ya'ni u yerda zamonaviy san'at turlari milliylik bilan, tarix bilan mujassamlashgan holatda butun dunyodan sayyohlarni o'ziga jalb qildi va mana shu shaharni hali hanuz madaniyat markazi, ma'rifat markazi ekanligini yana bir bora isbotlab berdi. Tabiiyki maktab darsliklarida bu kabi ma'lumotlarni berish har doim ham oson kechmaydi, lekin qo'shimcha manbalar, qo'shimcha ma'lumotlar, qo'shimcha adabiyotlar sizga tarixni boshqa gohida ko'zga ko'rinmaydigan tomonlarini, ko'zdan chetda qolayotgan tomonlarini ko'rishga va tarixga bo'lgan qiziqishinglarni ortib borishiga tabiiyki yordam beradi.